Futbol olamida ba'zi yulduzlar bor. Ular maydonda porlaydi, tarixda o'chmas iz qoldiradi, lekin taqdir ularni muddatidan ilgari yo'ldan olib ketadi. Marco van Basten aynan shunday afsonalardan biri bo'lgan. U o'z zamonasining eng iqtidorli hujumchisi, texnika va san'atni uyg'unlashtirgan futbol dahosi bo'lgan. Marco van Basten'da o'yinlarini ko'rgan odam rostdan ham uning iqtidoriga qoyil qolib olqishlagan. Bugungi kunda Real Madrid bosh murabbiyi Carlo Ancelotti unga shunday ta'rif bergan. Milanda Marco van Basten bilan birga o'ynaganman. Bir kuni unga to'pni qanday uzatishim kerakligini so'radim. U esa menga qarab, shunchaki to'pni uzat, keyin meni tabriklash uchun yugurishni boshla degan edi. U har doim gol urishni o'ylagan va u odatda haq edi. Marco van Basten 1964-yil 31-oktyabrda Utrecht shahrida tug'ilgan. U futbol olamida Niderlandiyaning eng buyuk hujumchilaridan biri sifatida nom qozondi. Futbolga bo'lgan muhabbati uni Ajax klubiga boshlab keldi va bu yerda u o'z iste'dodini to'liq namoyon eta boshladi. Marco Ajax bilan Erediviziyaning 3 karra chempioni bo'ldi, shuningdek Kubok egalari kubogini qo'lga kiritdi. Ammo bu faqat boshlanishi edi xolos, uning iste'dodi butun Yevropa klublarining e'tiborini o'ziga jalb qila boshladi. Nihoyat Marco 1987-yilda Ajaxdan Milanga yo'l oldi. Bu transfer futbol olamidagi eng muhim voqealardan biriga aylandi. Xuddi Kylian Mbappe Realga o'tganidek. Milan safida u A Seriya chempionligini 4 marotaba qo'lga kiritdi va 2 marta Yevropa Chempionlar Kubogida, ya'ni hozirgi Yevropa Chempionlar Ligasida g'olib chiqdi. Van Basten nafaqat gollar urish, balki maydondagi zakovati, nafis o'yin uslubi va ajoyib texnikasi bilan ham ajralib turardi. Zotan orqadan kelayotgan to'pni his qilib, ortga qaramasdan yerga tushirmay zarba berish uni naqadar iqtidorli ekanini anglatadi. Van Basten buni ko'p takrorlagan va shunday gollari bilan butun dunyoni lol qoldirgan. Gollandiya terma jamoasi bilan Marco van Basten Euro 1988 musobaqasida ishtirok etdi. Aynan shu turnirda u haqiqiy afsonaga aylandi. Final uchrashuvida Sovet ittifoqi darvozasiga kiritgan voleybol zarbasi futbol tarixidagi eng go'zal gollardan biri sifatida qabul qilindi. Van Basten 1988-yil, 1989-yil va 92-yillarda oltin to'pni qo'lga kiritdi. Bu yutuq uning butun dunyo bo'ylab eng yaxshi futbolchi ekanini tasdiqladi. 1992-yilda u FIFA tomonidan yilning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Uning maydondagi harakati, to'pga egalik qilish san'ati va gol urish mahorati uni futbol tarixidagi eng buyuk hujumchilardan biriga aylantirdi. Biroq taqdir Van Bastenni uzoq yillar davomida futbol o'ynashga yo'l qo'ymaydi. U 20 yoshidan boshlab to'pig'ining og'riqli jarohatlaridan aziyat chekib kelardi. 1993-yilda esa u A Seriya g'olibligidan so'ng operatsiya qildirdi va uzoq vaqt maydonga tusha olmadi. Nihoyat 1995-yilda 30 yoshida futboldan ketishga majbur bo'ldi. Shifokorlar unga agar o'ynashni davom ettirsa, umuman yurish imkoniyatidan ham ayrilishi mumkin edi deya aytib o'tishgan. O'zini eng yuqori cho'qqisida turgan paytida ati 28 yoshida edi xolos. Shu tariqa Marco futbolni tark etishga majbur bo'ldi. 1995-yilda esa u rasman faoliyatini yakunlaganini e'lon qildi. O'shanda u 30 yoshda edi. O'sha yillarda futbolchilar jarohatlarini davolash borasida tibbiyot unchalik ham rivojlanmagan edi. Bugungi tibbiyot bo'lganida ehtimol Van Basten yana bir necha yil porlashi mumkin edi. Lekin taqdir uni futbolni erta tark etishga majbur qildi. O'zi ham bir intervyusida shunday degan edi: "Agar men bugun bor bilimim va tajribam bilan yana o'sha tanlov qarshisidan chiqsam, yana futboldan ketishni tanlar edim. Sog'liq birinchi o'rinda" deya fikr bildirgan. Bu so'zlari bilan buyuk futbolchi sog'liq birinchi o'rinda turishini barchaga ko'rsatib qo'ydi desak ham bo'ladi. U maydonda yanada uzoqroq o'ynab, ko'proq yutuqlarga erishishi mumkin edi. Afsuski, hayot unga bunday imkoniyatni bermadi. Shunday bo'lsa-da, Van Basten futbol tarixidagi eng yorqin yulduzlardan biri bo'lib qoladi. Bugungi kunda ham uni e'tirof etadiganlar anchagina. 1998-yilda u FIFAning asrning eng yaxshi futbolchisi internet so'rovida 6-chi, Yevropaning asr futbolchisi saylovida 10-o'rinni egalladi. 2004-yilda Pele uni FIFAning eng zo'r 100 ta o'yinchisi qatoriga qo'shdi. Hatto faoliyatini tugatgach ham futbol olami undan voz kecha olmadi. U Ajax va Niderlandiya terma jamoasining bosh murabbiyi sifatida ishladi. Lekin jarohatlar tufayli oldin tark etgan maydon uni murabbiy sifatida to'liq ham baxtli qila olmadi. Futbol tarixidagi o'chmas iz.
Bugun Marko van Bastenni eslaganda odam qalbida ikki xil tuyg'u uyg'onadi. Birinchisi faxr. U futbol olamiga beqiyos iste'dod, nafis o'yin va ajoyib gollarni tuhfa qildi. Ikkinchisi esa achinish. Bugungi kunda tibbiyot ancha rivojlangan. Oldinlari olingan jarohatni davolash uchun yillar ketgan bo'lsa, bugungi kunda uzog'i 6-7 oyda safga qaytishmoqda. Oldinlari hatto jarohat olib butunlay futboldan ayrilgan futbolchilarni sanasang, barmog'imiz yetmay qolardi. Bugungi kunda bunaqasini kamdan kam uchratamiz. Hozirgacha yoshi katta muxlislar Van Basten haqida gapirishar ekan, bu yigit 28 yoshgacha futbolchilar orzu qiladigan deyarli barcha sovrinlarni qo'lga kiritib bo'lgan edi, deyshadi. Haqiqatan ham shunday asli. Ajax safida 3 karra Niderlandiya chempioni, 3 karra Niderlandiya kubogi sohibi, 1986-yilda Oltin Butsa sohibi 36 ta gol bilan, Milan tarkibida erishgan yutuqlari 3 karra A Seriya chempioni, 2 karra Chempionlar Ligasi g'olibi, 2 karra UEFA Super Kubogi g'olibi, 2 karra klublar o'rtasidagi jahon chempioni. Van Bastenning 1989-yilgi Chempionlar Ligasi finalida Buxarestga qarshi bahsda urgan 2 ta goli Milan uchun tarixiy g'alabalardan biri sifatida yodda qoldi. Shuningdek, Marko van Basten o'ynamagan 1994-yilgi mavsumda Milan Yevropa Chempionlar Ligasini va A Seriya chempioni bo'ldi. Ba'zi manbalarda uning statistikasiga ushbu kuboklarni ham qo'shib qo'yishadi, lekin bu mavsumda Van Basten o'sha so'nggi o'yinda olgan jarohatini davolash bilan band edi. Bir yildan so'ng esa u butunlay futboldan ketgan. Van Basten 1988-yil Yevropa chempionatida Niderlandiya terma jamoasi bilan tarix yozdi. U turnirda 5 ta gol urib musobaqaning eng yaxshi to'purariga aylandi. Shuningdek, finalda SSRga qarshi o'yinda Van Basten butun futbol tarixidagi eng chiroyli gollardan birini urdi. U o'ng qanotdan kelgan uzatmani deyarli 0 burchak ostida zarba berib darvozaga yo'lladi. Bu gol futbol tarixidagi eng yaxshi gollardan biri hisoblanadi va Van Bastenning afsonaga aylanishida muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga Niderlandiyaga Yevropa chempionligini keltirgan gol sifatida ham e'tirof etiladi. Afsuski, futbolni erta tark etgan agarda yana 3-4 yil o'ynaganida edi, bugungi kunda ko'plab rekordlar aynan unga tegishli bo'lar edi. Shunday bo'lsa ham, uning 1988-yilda urgan goli, Milan safida qo'lga kiritgan yutuqlari, 3 marta oltin to'pni qo'lga kiritishi, bularning barchasi uni futbol tarixidagi eng buyuk futbolchilardan biri sifatida oltin harflar bilan yozishga yetadi. 28 yosh qisqa faoliyat, lekin natija ulkan. Bugungi futbolimizga aynan Van Basten kabi hujumchilar yetishmayapti. Futbol ancha zerikarli bo'lib qolgandek nazarimda. Hozirda hujumchilar oldingilarga qaraganda kuchsiz, sababi esa oddiy. Futbol hujumdan markazga ko'chgan. Lekin hali ham Van Basten kabi iqtidorli hujumchilar bo'lsa, har qanday jamoaning o'ziga bo'lgan ishonchi ortadi. Yana hujumchilarning raqobatini ko'ramiz. Buguncha esa xayr, keyingi sonlarda uchrashguncha. Aytgancha like va kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring, zero bu keyingi videolarga juda yaxshi ta'sir qiladi va tezlashtiradi. Barchangizga rahmat.